Diqqat! O'zbekiston pensionerlari may oyiga tayyor turing. Pensiyalar oshiriladi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. O'zbekiston va jahonda sodir bo'layotgan eng so'nggi va dolzarb xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling. Iqtisodiyot va Moliya vazirligi 2026 yil uchun davlat byudjeti loyihasini ommaga taqdim etdi. Mazkur hujjatda kelgusi yilda ish haqqi, pensiya, stipendiya va nafaqalarni oshirish uchun 6 trillion so'm ajratilishi belgilangan. Ushbu mablag'lar xizmatlar narxlarining oshishi, yangi ish o'rinlarining yaratilishi bilan bog'liq xarajatlarni ham o'z ichiga oladi. Qonun loyihasida aholi daromadini inflyatsiyadan himoya qilish maqsadida maosh va pensiyalarni inflyatsiya darajasidan yuqori sur'atda oshirish rejalashtirilgan. Prognozlarga ko'ra 2026 yilda mamlakatdagi inflyatsiya darajasi 7% atrofida bo'lishi kutilmoqda. Vazirlik hisob-kitoblariga ko'ra davlat xizmatchilarining maoshi 1% ga oshirilsa, qo'shimcha ravishda 1,69 trillion so'm talab qilinadi. Pensiyalar 1% ga oshirilsa 832 milliard so'mni tashkil qiladi. Ish haqqi va ijtimoiy soliq xarajatlari uchun 2026 yilda jami 172,8 trillion so'm ajratilishi rejalashtirilgan. Bu ko'rsatkich joriy yilga nisbatan 18,5 trillion so'mga ko'pdir. Shu bilan birga maoshlarga oid to'lovlar davlat byudjeti xarajatlarining 42,9% ni tashkil etadi. Kelgusi yilda ajratiladigan jami mablag'lar stipendiyalar uchun 2,2 trillion so'm, pensiyalar uchun 86 trillion so'm, nafaqalar uchun 14 trillion so'mdan ortiq. Avvalgi fiskal strategiyada ham maosh va pensiyalarning kamida 6-7% ga oshirilishi ta'kidlangan edi. Umuman olganda davlat ijtimoiy xarajatlarni oshirish orqali aholi daromadini qo'llab-quvvatlashni izchil davom ettirmoqda. O'zbekistondagi yoshga doir pensionerlar tezda ogoh bo'ling. O'zbekistonda pensiyani oshirib beradigan firibgarlar paydo bo'ldi. Pensiya jamg'armasi pensiya miqdorini oshirib berishni va'da qilib, firibgarlik qilayotganlardan ogohlantirdi. Aytilishicha, bunday yolg'on va'dalar bilan fuqarolarning shaxsiy ma'lumotlarini olib, ulardan pul talab qilish holatlari kuzatilmoqda. Pensiya miqdorini oshirish faqatgina pensiya jamg'armasi tuman va shahar bo'limlari tomonidan amalga oshiriladi. Begona shaxslarga pasport, plastik karta yoki shaxsiy ma'lumotlaringizni hech qachon bermang. Shubhali holatlarga duch kelganda 1271 ishonch telefoni yoki 102 ichki ishlar raqamlariga xabar bering. Ta'kidlanishicha, yoshga doir eng kam pensiya miqdori 918 ming so'm. Nogironlik pensiyalarining eng kam miqdori 1,112 ming so'm. Aziz do'stlar, ushbu xabar barcha fuqarolarga yetib borishi uchun like bosing va yaqinlaringizga ulashing. Yangiliklardan xabardor bo'lish uchun kanalimizga obuna bo'ling.